7000, 8500 dollarga bitta eski Gentrani olib akalar, jarimani 12 baldan oshirib, pravani ham rishad qilib yuborgandan ko'ra, mana bu liniyani bittasini tars olsalaring, qaranglar, 7 xil mahsulot chiqar ekan. Smetana, qatiq, qaymoq, smetana chiqaramidi? Chiqaradi aka. Qatiq, qaymoq, ayron, morojniy semes. Morojniy semes, tvorog. Tvorog. Bu bunaqa narxda bilmayman qayda yana taklif qiladi. Mana bu narsa 2 xil funksiya bajarar ekan. Yana qo'shimcha ayron bilan morojniy semesni ham mana shuni qo'yib qo'ygan hisobiga chiqarib beryapti ekan. Agar buni alohida olaman desalaring, bu 1000 dollar narx berib turadigan narsa. Shunaqa, xuddi shunaqa. Bu ichida ketyapti akalar. Bitta shu uskunani o'zi bilan 7 xil mahsulot ishlab chiqarsangiz bo'ladi. Bu endi mini zavodda bu. 300 litr. 300 litrlik. 300 litrdan 600 litrgacha 2 smena ishlatsa. Ha, kecha kunduz ishlatsa. Ha. Xudo xohlasa olsangiz yaxshi bozorni topib olsangiz tindirmaysiz, ishonavering. 3-4 oydan keyin 1 tonnasini zakaz qilib turibsiz-ku, ish zo'r bo'lib ketdi deb. Mana brendlaringiz bor-ku, idishda anaqa pachkalaringiz sotadigan. Ashlargacha kelar uyushtirib beradi. Video davomida to'liq tushuntirib berganmiz. Shahzodni oldiga kelganmiz. Ukam, siz yaxshimisiz? Yaxshi kelinasiz. Rahmat. Hozir mana shu ukamiz mashidagi barcha narsaning narxlari, turlari, bonusimiz bor. Mana shu liniyani sotib olganlarga zo'r yaxshi bonus. 200 dollardan 500 dollargacha qo'shimcha foyda qilib olsangiz bo'ladi. Tushuntirib berganmiz. Mana uni o'zi mana morojniy semes mana shu. Bu ham hozir video davomida aytamiz, narxini 100 litrlik. Endi sezoni hozir ayron, morojniy sezon. Endi qatiq, qaymoqlar yil-o'nakka qo'yib ketaveradi, joyini topib olsangiz bo'ldi. 1 millionlik mahsulot tashlab qayta ishlasangiz 300 mingdan 700 minggacha foyda bo'lar ekan. Siz joyingizga qarab. Video davomida to'liq ma'lumot berganmiz. Bitta like bosib qo'ying akalar. Hamma men ko'p biznesmenlar kuzataman. Boshida kichkina joylardan boshlaydi. Mana shu ukamiz ham anchadan beri tayyor. Hozir qaranglar qanaqa katta joy qilib yuborgan. 8 yil bo'libdi bu sohaga kirganiga, hozir 3 yildan o'tdi deyapsiz. Shunaqa ishlab chiqarish. Ob'yomni kattalashtirib o'rganingiz. Shunaqa. Liboy narsani qilib beradi. Katta 1 tonnali, 2 tonnali zavodlar qilib beradi. Qishda kelganimizda mana shu yerda ko'rsatganman, 5 tonnali antifriz zavodini ham mana shu ukalarimiz yig'ib terib bergan. Ekranda nomer, alo, videoni boshladik. Yana bir marta assalomu alaykum qadrli do'stlar. Shahzod ukam, tuzimsiz, charchayapsiz? Omomisiz? Rahmat, yaxshi kelarsiz. Rahmat. Toshkentga kelganmiz akalar. Yana bir marta sut va sut mahsulotlarini qayta ishlashga mo'ljallangan liniya-yu, o'sha donali uskunalar, sutni isitish, qaynatish, sovutish hammasi bo'yicha mana shu ukalarimiz uzoq yildan beri xalq xizmatida. Nechta biznesmendan o'qivardingiz? Oyoqqa turg'izib yubordingiz deydi-yu. Sababchi bo'lib qoldingiz. Ko'p aka. 100 ta oshiqmi? Ha. Yiliga? Chiqadi har xilda endi. Ba'zida ko'proq, ba'zida kamroq aka. Hozir yangilik bo'lib qopti. Bunaqa narxda menimcha topish qiyinroq bo'lsa kerak, yana bilmadim, Alloh alam. Mana shu 300 litrli liniyamiz. Shunaqa. Hop, tayyor liniya. Bu zavod, mini zavodda bu. Mini zavodcha. Nima chiqaradi, narx qancha? Bularda aka kislamolochka ishlab chiqariladi. Kislamolochka bo'lganda kefir, yogurt, smetana chiqarsa, qatiq, qaymoq. Voy, nechta narsa chiqaradi bu? Ha, 5-6 xil. Endi ha, texnologiyaga bog'liq chiqarib beraveradi. Ser, zigishonli moloko, suxoy molokolar ishlab chiqarib bo'lmaydi. Kislamolochkalar ishlab chiqarsa bo'ladi. Buni yoniga bitta separator qo'yib, qaymoq ham ishlab chiqarsa bo'ladi birdan. Ha, buni qo'shib yana mukammallashtirib borsa bo'laveradi. Shunday aka. Tushunarli. 100% nержавейка. 100% nержавейкаdan tayyorlangan. Chorniy mahsulot ishlatilmagan. Xo'p, narxi? Narxi aka, bular 7000 dan 8500 minggacha chiqadi. Sifatiga qarab, nimagaki ishlatiladigan materiallariga qarab, sifatiga qarab narxlar o'zgartiriladi. Puliga yarasha qilib beraveramiz degan variant ham bo'lib qoladi. Misol uchun kimgadir olib sotaman deydiganlarga arzonchi variant qilib beriladi. Ular o'zlari javob beradi. Yo'q, o'zim uchun ishlab chiqaraman deydiganlarga imkon qadar tavsiya qilamiz, yaxshiroq narsa olishni. Bo'ladi. Sifatliroq narsa olishni. Bu misol uchun 7000 dan 8000 gacha chiqadigan varianti yaxshi. Shunday. Ha, xuddi shunday. 7000 dan 8500 mingga chiqariladigan. Ya'ni siz maslahat beradiganingiz, mana shuni mazza qilib ishlatasan deydiganingiz o'sha narx orasida bo'ladi. Xo'p, endi akalar buni misol uchun xohlasang 15 minglik, 20 minglik variantini ham tayyorlab beraverasiz. Albatta. 500 litr 1 tonnalik qilib. Xo'p, endi agar buni ishlatayotgan joydagi bu video qo'yilgangacha menga kelib qolsa, men albatta video davomiga buni joylab beraman. Lekin mana shu biznes bilan shug'ullanib yurganlar yoki endi boshlamoqchi bo'lganlarga qisqacha ma'lumot qilib aytaylik. Nechta retseptini berasiz buni ichida? Xo'p, bu yerda bitta mahsulot ishlab chiqarishmaydi o'zi. Asosan olayotgan odamlar ham
3 ta 4 ta mahsulot ishlab chiqaraman deydi. Hech bo'lmaganda 3tadan ko'p mahsulot ishlab chiqaraman deganlarga bitta retsept bonusga qo'yib beramiz. Ha, mana shu uskunani sizdan sotib olsa, Ha, uskunani sotib olsa, xo'p, 3tadan ko'p mahsulot ishlab chiqaraman deganlarga 4-mahsulotini bonusga qilib beramiz. bepul. Bepulga. Xohlagan 4-mahsulotini islamonochka bo'yicha bepulga bonusga qilib beramiz. U ham arzon turmaydi, 200, 300, 500 dollargacha turadi. 200 dollardan 500 dollargacha texnologning salohiyatiga qarab Ha, shunaqa qilib beriladi aka. tushunarli. Sizdagi texnologiyalar menimcha salohiyatli, aqlli. Imkon qadar yaxshilarini tavsiya qilamiz, chunki bizni ham yontirib qo'ymasligi kerak. Albatta, albatta. Uskunani zo'r effekt berishiga retsept ham foyda anaqasi bor-da. Retsept apparat zo'r bo'lib turib, retsept sali yaxshi bo'lmasa, mahsulot chiroyli chiqmasligi mumkin. U olib qoladi. Ha, shunaqa. Xo'p, keyin qarang, endi qilib yurgan odam mayli, bu biznesni yangi boshlayotgan odamga brend, idishi, bundan keyin klonka ularni nima qiladi? Ular muammo emas aka. Ularda o'zlarining odamlari bor. Nomerlarini beramiz, bog'lanishadi. Telefonda hal bo'ladi. Albatta. Bizdan apparat olganlarga hammasi nomerini beramiz. Qayerdan olamiz? Zakvaskani qayerdan, idishni qayerdan, o'sha narsalarga qayerga uchrashishim kerak deb bosh qotirmaydi. Apparat olgandan keyin hammasi nomeri beriladi. To'g'ridan-to'g'ri borib, optim narxlarda, eng arzon narxlarda ham sifatli narsalarni olishadi, ha. Bo'ladi. Endi asosiy savolim. Buni sizdan oldim. 8000 ga oldi aytaylik. Xo'p. Bir kunda bundagi to'liq mahsulot, ishlab chiqarilgan mahsulot sotib yubordi ham deylik, bozorini topib, mana bozorga kirdi. Sotdi. Qancha foydaga kirsa bo'ladi? 50% dan aka 70% gacha narxga. Serios. Ha. Ya'ni 1 millionlik tovar tashlasa, adashmang. 30% dan 70% gacha, 50% dan deb. Ha, 30 dan 70 gacha. Uni sotuviga qarab. Sotuviga qarab, joyiga qarab, misol uchun qaysidir tumanda, qaysidir viloyatda, o'sha joylariga qarab bo'ladi endi. Ya'ni 1 millionlik narsadan kamida 300 ming, 1 million 300 mingga sotiladigan mahsulot chiqariladi. 1 millionlik narsa tashlasa bir kunda. Shunday, bir kunda 1 million 300 ming bo'lishi mumkin, 1 million 700 ming bo'lishi mumkin. Endi mahsulot turiga qarab, sotishiga qarab, sotilishiga qarab, joyiga qarab yana. Endi qarang, hozir mana bu yoqqa o'tamiz akalar, ayron, qatiq, sut, qatiq nima bo'lsa bor, hamma narsa bor. Faqat mana uni bir boshdan mana nima, unisi nima, o'shani bitta aytib bering. Menga qiziq, shaxsan menga qiziq. Birinchidan aka, bu yoqda axladitilimiz turadi, mana bu axladitellarimizdan aka. Bu adin. Ha, u ham bo'ladimi buning ichida? Bu adinli. O'shani aytmoqchiman, bu adinli. Aslida imkoniyati borlar buni ham qo'shib olgani yaxshi. Chunki nimaga kerak axladitil? Sutni sovutib ushlab turadi. Misol uchun ferma bilan dogovor qilingan sut doimiy olishga. Bir kun olmay qolsangiz, ferma qayergadir topshirish kerak-ku. Yoki fermani yo'qotasiz, yoki sutni achitasiz. O'shaning o'rniga axladitil olinsa, sutni sovutib ushlab turadi. Misol uchun bir kun sex ishlamasa, bolalari nimadir bo'ldi, ishchilari ishlamadi yoki apparatlari qandaydir nimadir bo'ldi, ishlamadi. Nimadir bo'ldiki, ishlamadi deylik. O'shanda axladitilga sutni sovib saqlab turadi, ertasi kuni ishlab yuborish mumkin. Ha, u bir xil sifatda ushlab turadi. Ha, yaxshi sut bo'lsa bemalol ushlab turaveradi. Bundan keyin qozonlarga o'tadi aka. Ha, buni ham narxini aytamiz. Bunga to'kamiz. Bunga to'kiladi, cheres nasos orqali tortilib, bunda yoki bunda xohlagan bittasida mana shu uchalasida pishiriladi. Kerakli gradusga chiqariladi. Undan keyin separatordan o'tkazilib, yog'i olinadi. Obrotka sutini yana yog'lilik darajasi to'g'rilanib, undan keyin gomogenizatordan o'tkaziladi. Birinchida turgan apparatga. Ha. Birinchida mana shu apparatga o'tkaziladi aka. Bundan keyin yana birontasiga tushirilib, xohlagan bittasiga o'sha mahsulot turiga qarab tayyorlanadi. Shu jarayon, xolos undan bunga o'taveradi. Shunday. Yana bitta qiziq tomoni aka, bu liniyamizda morojniy simiz bilan ayron ham ishlab chiqarsa bo'ladi. Ha, ana morojnaga apparatga quyadiganni, qo'yib beradigan, qiyomini. Simiz deyishadi endi. Qiyom, simiz hamma joyda har xil. O'sha u ham ayron ham tayyorlasa bo'ladi aka. Qanday? Bunda albatta, bunda mikser qilingan aka, kalibratsiya qilingan mishalka mikser ikkalasi birgalikda mana shuni yordamida bemalol tayyorlasa bo'ladi. Bu mana shu narxning ichida. Ha, bu ichida ketyapti hozir. Ha, masalan 7000 dan 8500 minggacha chiqadigan liniyani hammasida bo'ladimi yo 8000 da bo'ladimi? Yo'q, hammasida bo'ladi. Endi narx nimaga unaqa desangiz, ishlatiladigan materialning sifatiga qarab. Yuqa qalin.
yupqa qalin markalari bor. Ya. Hammasi endi nimalari bor, o'zining Tushunarli. tayyorlanish turlari bor. O'shanga Xullas. qarab farqlanib ketaveradi aka. Zo'r. Mana keladi. Qaydadir arzonroq ko'rib qolishlari mumkin boshqa narsa mana. Farq katta ekan. Materialni davida mana aytyapti, qalin yuqasida $1,500 aziz qilar ekanda, mashina o'zida ham. Shunday. Xuddi shunday aka. Adashmaysizlar. Xullas, bu yoqdan boshlaymiz. Bu nima bu? Bu brinza uchun maxsus aravali sitkali vannamiz. Bunda brinzani sariq suvi bilan, zardobi bilan birgalikda to'kilganda zardobi ajralib chiqadi. Brinzani o'zi qoladi yoki tvorog yoki brinza o'shani olib mahsulot tayyorlasa bo'ladi. Ha, suzib olar ekanda bu. Ha, xuddi shunday. Bundan ham bor. Rabboy razmerda yasaysiz buni. Albatta bu aytilgan o'sha klient o'ziga joyiga qarab, aytilgan razmerlarga qarab yasab berilaveradi. Tushunarli. Mana ular nima? Bu qozonlarimiz aka, rossiyskiy qozonlarni restavratsiya qilib qo'yganmiz. Bunaqa xizmatlarimiz ham bor, xohlasa rossiyskiy qozonlarni restavratsiya ham qilib beraveramiz. Или arzonchiroq variant deydiganlarga qilib berilaveradi. Ishlatilgan variantlar, bu ishni variantlar. Endi yo noldan desa, noldan ham tayyorlab beraveramiz. 100 litrlik morojniy semiz ichamiz aka. Ha, bu alohida, bu o'zi bu. Boyaniga qo'shib qo'ygansiz. Ha. Bu faqat semiz qiladigan. Bu faqat semiz qiladigan. Bu alohida qozonimiz bo'ladi. Qo'y. Bu qancha chiqadi 100 litrligi? 100 litrligi aka $1000 dan $1500 gacha chiqadi. 1,5 gacha ketadi. 100 litrli nimaga unaqa baland, buning narxiga 600 litrliga olsa bo'ladi-ku degan savollar bo'lishi mumkin. Lekin o'zidan o'zi narx emas. Biz yonimizga hammasi olinmaydi. O'ziga tikiladi. Sifati o'ziga ketadi. Ha, sifati o'zida. Puli o'zi bilan ketadi degan variantdan bo'ladi. Bo'ladi, yaxshi. Xudo xolasa shunday qilinadi. Aha. Anaqa retsept berasizmi? Morojniy semiz retsept bo'ladimi bunda? Alohidami? Ha, alohida. Alohida. Retseptlarimiz alohida. Hammasida. Ha, mana shu liniyani olganlarga 3 tadan ko'p mahsulot o'rganganlarga bitta retsept kislamolashka bo'yicha Aynan bu bonus Manonga tegishli. Bo'ldi. Liniyaga tegishli bonus. Endi tushunarli. Bulari. Keyin aka, Elor aka yana aytib o'tamiz. Shunaqa qilingan, narxni ichiga tiqib yuborilgan, retsept narxi deyish mumkin. Liniyani narxiga tiqib yuborilgan deb, yo'q, unaqa emas. Biz o'zimiz yonimizdan qilib beramiz. Bu o'zimizning muammomiz texnologik bilan o'zimiz yonimizdan texnologikni rozi qilamiz. Bu narxga aloqasi yo'q demoqchiman. Albattani. Bonusini. Ha, tushunarli. Bo'ldi. Bular 300 litrlik, 500 litrlik har xil ob'yomdagi temperaturka qozonlarimiz aka. Bularni har xil mahsulotlar uchun ishlatsa bo'ladi. Asosan kislamolashka bo'lganda, kislamolashkadan tashqari ham qandolat mahsulotlari, gel, shokolad, farmatsevtika, shunga o'xshagan har xil standart, non-standart mahsulotlarga o'g'it, dori, darmon ishlab chiqarishlar uchun ham ishlatsa bo'ladigan peshshoyi uskunalar hisoblanadi aka bular. Temperaturani isitib shunaqa tayyorlaydi bular. Isitib sovutib beradigan qozonlar. Bularda ham hamma razmerdan bor ekan. Xohlagan ob'yomda, xohlagan razmerlarda. Bu ham o'shandan, bu ham o'shandan. Xuddi shunday. Ha. Ma'nosi nima? Liniyaga o'xshaydi bu ham. Bu qozonimiz aka, bunda sir tayyorlasa bo'ladi. Sir. Undan keyin brinza, tvoroglar ham tayyorlasa bo'ladi. Bemalol. Sirni palichkachi. Sirni palichka uchun ham ishlatsa bo'ladi. Bo'ladi. Mana qaraydi. Nechta tonna bu? 1 tonna oshmi? 1 tonnalik. 1 tonnalik. 1 tonnalik albatta. Mana shunda Setkali vannalari bilan o'zi, zinalari bilan. qancha chiqyapti 1 tonnaligi? 1 tonnaliklarimiz aka 3000 dan 6500 gacha chiqadi. Ha, bo'ldi. Buni ham turi har xil deng. Xuddi Axladitillar nech pul chiqyapti endi? Boshidagiga qaytaylikchi. Axladitillarimiz aka ob'yomiga qarab, xo'p, $1000 dan $2500 gacha tayyorlab beramiz. tayyorlab beraveramiz. Ob'yomiga qarab chiqib ketaveradi. Xo'p, endi qarang, bu yerda hammasiga kafolat berasiz. Albatta aka. Qancha vaqtga? 1 yil kafolat beradi. 1 yilga. Ha. Bo'ldi. Endi ishlatadigan odamning o'ziga ham bog'liq. Biz kafolat desa 3 yil ham berishimiz mumkin, 10 yil ham berishimiz mumkin. Ishlatadigan odamning o'ziga bog'liq. Ishlata olmaydigan odam, e'tibor bermaydigan odam bir kunda ham buzib qo'yishi mumkin. Ha. Va endi temir narsa bu. Xuddi shunday.
texnikasini tushunib ishlasa ishlaveradi. Ha, xuddi shunday. Asosan biz klientlar bilan gaplashganimizda ochiq aytamiz, unaqa garantiya desangiz, xohlagancha garantiya beramiz, lekin ishlatadigan odam o'ziga bog'liq. Misol uchun ishchisi ishlatib turib, qo'rqqanidan bilmayman, unaqa qilmaganman deb turishi ham mumkin, qozonni shirib qo'yganda. Qozon o'zidan o'zi shishib ketmaydi. Nimadir o'zidan o'zi buzilmaydi. Agar buziladigan bo'lsa, biz tomonidan kamchiligimiz bo'lsa, bo'ynimizga olib biz qilib beramiz. Agar yo'q, ular tomonidan bo'lsa, shunaqa problema, muammolari bo'lsa, endi biz javob bera olmaymiz aka. Ha, uni sizlar urgan bitada bilasizlar, sizlar his qilasizlar. Shunaqa. Bo'ldi. Hop. Aloqaga chiqing akalar, mana shu ishda necha yil bo'ldi? Bu sohaga aka 8 yil bo'lgan. Endi sex qilib ishlab chiqarishga boshlaganimizga 3 yil. 3 yil. Bu hozir akalar Toshkentdan biz normalniy, ob'yom zo'r. O'tgan safar ham bir marta keldim. Bu yerda katta anaqa tonnali antifriz narsalar turadi. 5 tonnalik zavod yig'ib berganmiz antifrizlar uchun. Zavod desa, zavoddan yig'ib beraveramiz. Bu qisla malochkaning eng kichkina variantlaridan. Eng minisi bu. Eng mini variantlaridan. Bitta mashinani puliga akalar, bitta tavakkalga bosib ko'rsangiz ham faqat qaranglar, mana shu mahsulotlarni nima chiqarishingizni oldin bilib olasiz, agar nol bo'lsangiz. O'shanaqa chiqarayotgan odamlarni oldiga borib sekin o'ralashasizlar. Qalay bo'lyapti, qayerdan olyapsiz? Yoki olib sotadiganlar, bozorlar, do'konlarda optimal savdo shug'ullanadiganlar bilan gaplashsang, aytadi, shuni miyada hisoblab chiqarib olaverasizlar. Shu 300 mingdan 700 minggacha foyda qilsang bo'ladi 1 millionlik mahsulotdan. Ekranda nomer turibdi, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolsa hamma narxlarini sekin kelishtirib ana qilib gaplashsa bo'ladi. Picha kelaverasizlar xullas. Sog' bo'lasiz. Sog' bo'lasiz. Rahmat sizga kattakon. Boringizga shukr. Xo'p.